Assalomu alaykum, Darvoza TVni kuzatuvchi obunachilar. Navbatdagi ishimiz o'zgacha uslubdagi. Nima deyapti bu degan kachela bo'ldi. Kachelarimiz o'zgacha uslubda. G'ildiroqlari ham bor. Mazza qilib kechqurun ishdan charchab kelsangiz, onajon bilan, otajon bilan o'tirib, bir piyola choy ustida shunday qilib suhbatlashib o'tirsangiz, nima deydi bu yog'i? Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Darvoza TV jamoasi O'zbekiston bo'ylab. So'mda gapiraylik, dollarda gapiraylik. O'zbek xalqi har doim o'zbek so'miga sodiq qolgan holda 13 million so'mga olib borib o'rnatib, chiroyli qilib beramiz. Yog'ochlarni olib kelib qo'yganmiz, hali ajoyib bo'ladi. Yog'ochlari ham bir-biriga kiradigandan. Tepalari leksin. Ko'rib olishlaring. Usta Islom bu. Darvoza TV jamoasi sizni mana bunday xohlagan yeringizga olib borib chekkaga qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Madaniy hordiq olishingiz uchun shunday layf-haklarni qilishda to'xtamaydi. Bizni kuzatishda davom eting. Bizga obuna bo'lishni unutmang.